Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Demak, tegirmonni yig'ilish jarayonini bu videoda birma-bir ko'rsatib beramiz. Birinchi mana bunday strechda bo'ladi. Strechlarni birma-bir avaylab hamma detallarini yechib olgandan keyin birma-bir qotirishni boshlaymiz. Avvalo pichoq bilan avaylab yechib olinadi bu. Paketlardan yechib olgandan keyin, strechlardan yechib olgandan keyin birinchi qilinadigan ish ramaga baraban o'rnatiladi. Baraban o'zi qotiriladigan boltlari joyida bo'ladi. Paketni ehtiyot qilib ochgandan keyin sekin boltlarni yechib olib, baraban o'rnatiladi va keyingi detallarga o'tiladi. Do'stlar, shkifni motorni o'qiga qoqayotganda bitta narsaga ehtiyot qiling. Birinchisi bu mana bu izi to'g'ri tushishi kerak. Agar to'g'ri tushmay qolsa, keyin shponkani qoqa olmay qolasiz. Ikkinchisi esa mana bu joyiga bolg'a bilan urib o'rmang. Agar mabodo o'qni tepasini urib chaqib qo'yadigan bo'lsangiz, keyin bu shkif tushmay qoladi. Iloji bo'lsa, yog'och qo'yib, ikkita urib, bitta qarab, ehtiyot qilib joyiga keltirib olish kerak bo'ladi. Shkifni motorga qotirib olguncha mana bitta raka maydalanib ketdi. Mana shunday akkuratni qotirib olasizlar do'stlar. Undan keyin motor o'rnatiladi. Motor shkifini qoqib olgandan keyin motor o'rnatiladi. Bu regulirovka bo'ladi. Motor o'rnatiladigan detal. Oxirida remenlar tortib olingandan keyin mana bu remenni mahkam tortish uchun, tarang tortish uchun regulirovka hisoblanadi. Undan oldin motorni albatta qotirib olish kerak. Birinchi motorni bu korpusga, endi korpusni esa ramaga qotiriladi. Tortib olingandan keyin oxirida qotiriladi bu. Bu yerda remeni 3 qator tortiladi. Strelka to'g'ri olinishi kerak. Bo'lmasam remen yeydi. Albatta ahamiyat qiling. Motordan keyingi navbatda siklon. Agar sizga yem pastdan tushirilishi kerak bo'lsa, siklon qotirilmaydi. Mana bu stopperni o'zida turaveradi, mana bu joyda. Sizga tepadan siklon bunkerga yoki nimagadir tushirib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, siklon qo'yiladi. Lekin mana bu tomondan ham tashib beradi. Qotilib qo'yilaversa bo'ladi. Agar bu tomon ochiq bo'lsa, siklondan tashamaydi. Siklon qotirib bo'lingandan keyin oxirgi qilinadigan ish krilo va g'ildiraklarni qotirish. Kriloning o'zining joylari bor. Bu yerda esa g'ildiraklari shayba bilan qotiriladi. Tegirmon va nihoyat tayyor ishlatishga. Bu mana bunaqa upakovka holatidan mana shunaqa holatga yig'dik. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, sizni sotib olgan bo'lsangiz, uje sizda bor. Agar hali sotib olmagan bo'lsangiz, bunda hozir 7,5 kilovatli motor turibdi. 3 fazada ishlaydi, 7,5 kilovat. Oboroti 1455. Bu motorning oboroti. Barabanning oboroti undan ham kattaroq bo'ladi. Soatiga 700 kilodan 900 kilogacha yem chiqazib beradi. Og'irligi 100 kilo yozilgan, lekin 100 kilodan ko'proq. Ichki qismlari. Komplektida o'zida bitta setka bo'ladi, yana ikkita qo'shimcha setkasi bo'ladi. Razmerlari har xil. Bu malotka o'ylari. Do'stlar, kimda kim mana shunday tegirmon kerak bo'ladigan bo'lsa, nalitchida 9 ta dona bor. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Narxi $990. OLXda, Instagramda $1200-1300 dan sotishyapti. Jahongir aka, bu tegirmonni necha puldan sotishyapti hozir? 1200 dan sotyapti.